Leksiyalarımızı tamamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Bugün Çistağı 2020 yıl 7. ayının 16. günü haftaki Perşembe. Endiki mavzu kısa haberde. Mike Pompeo devlet işler katibi kelar hafta Angliya ve Daniyani ziyaret kıldı. Jungo meselesine ortak muhakeme kıldı. Mavzuda haber 7. ayının 15. gün doğuyu torbiti ilan kılındı haber. Mındak başlandı. Devlet işler katibi Mike Pompeo 7. ayının 15. günü mındak görsetti. 7. ayının 20. günü seferge çıkıp Angliya hem de Daniyani ziyaret kılıp Jungo meselesine ortak muhakeme kılımız. İşte cığılınıp gelivatıdı vatandaş, cığılınıp gelivatıdı. Devlet işler katibi bu haberini muhbirlerin kütübeleş yığınıda çıkarıldı. Ve mındak görsetti. Angliya Daniyani ziyaret kılıp Jungo Partiyasının yer şari halklarının erkinliğine tehdit selavatkallıqdan ibaret bu eğer meseleni muhakeme kılımız. Devlet işler katibi Mike Pompeo mındak görsetti. Amerika kişilik hukuk ziyankeşlik kılışka Amerika kişilik hukuk ziyankeşlik kılışka hemkarlaşıvatkan Jungo Pentexnik şirketinin kısmen işçi hizmetçilerine vize çeklemesi koydu. İsmini atıp durup devlet işler katibi Mike Pompeo Jungo'nun Huawei şirketini tilga aldı. O mındak görsetti. Bu şirketle bütün yer şehir dairesinde kişilik hukuku daxla terörist kılış bilen şugullandı. Hem de kişilik hukuku ziyankeşlik kılıvatkan hakimiyetlerini kolladı. Huawei şirketi. Kısa haberle devam hürmetli vatandaş. Google, Facebook, Amazon, Microsoft Hindistan'a zor meblağ saladığan boldu. Hindistan Amerika bilen birlikte Jungo'ga karıştırdığan boldu. Halkılık beytler 7. ayının 14. günü YouTube. Ciddi haber. Yani bir haber vatandaş. Xitayçılıkı Jungbang degen gepning manisi ciddi haber degen gep bu. Birinci, Prezident Trump Hong Kong'un alaylı sodur aynı imtiyazı emelden kaldırdı. İkinci, Şangay Hong Kong Avtonomiya Kanunu imza koydu. Üçüncü, Angliya Huawei şirketi 5. evlat teknikisi bilen bulgan münasebetini bekar kıldı. Dördüncü, Amerika Cenubi Deniz siyasi ilan kıldı. Bu cemmen 7. ayının 16. günü YouTube. Yana bir haber vatandaş. Devlet işler katibi Mike Pompeo jukumluk virüs tüpeyle bütün dünya Jungo'na bedel töletküzüdür. Mavzuda haber 7. ayının 16. günü Amerika Ovazlarını Xitay programı ilan kılın. Washington haber mındak başlandı. Devlet işler katibi Mike Pompeo 7. ayının 15. günü mındak görsetti. İşini ben ki jukumluk virüs tüpeyle bütün dünya Jungo'na bedel töletküzüdür. Devlet işler katibi yanımındak dedi. Beijing'in hareketleri oldu da demokratik devletle hazır ittifaklaşıvatıdır. Şununla dikkat kılın, hürmetli vatandaşlar bütünüge hulasılığında 6. ayının 17. günde 7. ayının 17. günü geçip olan bir ay içinde mühim işler yüzbeli Katar'da bir meseleni unutup kaptık. 7. ayının 9. günü Amerika Koşma İşlatları Hükümeti, devlet mahkemesi, devlet mahkemesi Jungo emeldarlardan tüncü bulup başka ayırlardakini emes. Mesela Wang Yang Ubudi'ye yaki Hong Kong'daki Lin Jingyu ele emes. Doğrudan doğru
Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni mustamlika Uyg'uristondagi Çin-Chuango qatorliq 4 nafar ko'chman Xitoy. Ya'ni burayanga hukmronlik qilayotgan gubernatorlarni embargo qilinganligini e'lon qildi. Bu bir masala. Hozir mayada hujammin, yani 4 masalani, 5 masalani qistiribdi. Yuqori deb aytdik. Endi buning ichiga yangidan qo'shilgani Angliya Jungoning Huawei shirkati bilan bo'lgan bordi keldi munosabatlarni bekor qildi deydi. Angliya buni to'g'ridan-to'g'ri bekor qildi emas. To'lg'inib turib, yo'q deb turib, ma'qul deb turib, Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi ostida ondan bir qatim bekor qilib, yeni bilib, endi mana ikkinchi qatim Huawei shirkati bilan bo'lgan chek-chegarani ajratishni e'lon qildi. Bu bir bo'sish xarakterlik ish. Hujammin nim debdi 4 masala. 4 masala bir kun yoki 2 kun ichida yuz berdi, hurmatli vatandosh. Yaşab keldik. Biz burunlarda bundan xabarlar bir ayda bir qatim kelsa qo'shilib ketardik. Ma vaziyatning keskinligiga aytdik ya tahlil qilardik. Yoki bunga bog'liq umidimizni oshkorlaydik vatandoshlar. Hozir bir kunda 3 dan 4 dan xabar yetib kelyapti. Hozir 8-9 oy ichida Amerikaning maydoni o'zgardi deb tunugun deb bo'ldik. Qanday o'zgarishdan qat'iy nazar bir nuqtaga diqqat qilaman. Men sizlarga bir savol qo'yib qo'yay. Boshda Hindistonning Amerika bilan birlikda Jungo qarshi turganligini eg'izga oldi vatandoshlar. Hindistonning askariy qismlari hozir chegarada faoliyat qilyapti. Faoliyat deganda Jungo armiyasi bilan tirkishib turyapti. Bugungi suhbat atsi tirkishish. Bugungi suhbat atsi yana tirkishish. Suhbatda natija yo'q. Endi buningda Hindiston tarafining mas'uliyati qanchalik? Siz bilan bizga oshkor emas. Jungo tarafining mas'uliyati yoki chegara to'qinishi Jungo tarafining mas'uliyati zoti nima? Biri Jungoning ichidagi qurollarni ittifoqlashtirish. İkincisi Hindiston bilan so'rkilish hosil qilib xalqaro jamiyatga o'zini ko'rsatib qo'yish. Bularni biz oddiy yoki yuzaki holda tahlil qildik deyli. Diqqat qilinglar vatandoshlar. Hozir to'g'ri 4 yil bo'lay dedi. Dalay Lama'nın hərəkət fəaliyyətləri buluvatamdı, bulmayvatamdı, bunu mən aniq bilməyə qaldım. Lakin Tibet doğrusudaki xəbərlər nesilə, qançilik anladığınlanmış 4 yıl içində. Köp emas vətəndaşlar. Bir yoki 2 qatim. Demək, Tibet məsələsi doğrusudaki xəbərlər toxtab qaldı degan gap. Tibet məsələsi bir tügünge aylanıb, tügülüb boldu degan gap. Qandaq bir tərəf qilishmi? Ve qandaq Xitoydan ajratib chiqishmi va yoki Dalay Lama o'zi aytgandek avtonomiya sifatida Jungoning ichida qilishmi? Bu masalalarni qo'yib turaylik. Dalay Lama'nın biz 2018-yil 3-ayning 16-kuni so'zlagan so'zini sizlarga yetkazdik. Bizning maqsad va muddaoyimiz Yevropa shaklida. Ya'ni Yevropacha, Yevropa ittifoqi shakli bo'yicha Jungo bilan munosabatimizni bartaraf qilamiz dedi. Buni qo'yib turaylik. Tibet masalasi 4 yil ichida sustlab qoldi. Biroq shuna diqqat qilingki vatandosh, hozir Hindistonning faoliyati chegaradan qaytmaganligi, chegarada Hindiston armiyasi bilan Jungo armiyasining tirkishib turayotganligi, bu chegara atrofida birinchisi avval Tibet bilan chegaralarni qaraylar. Hindiston Tibet chegarasi amaliyotdagi hozir Jungo Hindiston deb atılayotgan bu rayon Hindiston Tibet chegarasi aslidagi aniqlikan Oqsaychin va Ladakh. Oqsaychin va Ladakh o'xshashli bu Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni bilan chegaralanadigan rayonlar. Hozir Hindiston 2 nuqtada, biri Tibet nuqtasida chegarada faoliyat qilyapti. Ikkinchisi Ladakh va Oqsaychin masalasida Şinjan bilan mustamlika Uyg'uriston bilan chegaralanadigan yurtlarda harakat qilyapti, faoliyat qilyapti. Agar kunlarning birida men savol qo'yman dedim sizga savol qo'y. Kunlarning birida masalan Janubiy dengizda bir portlash xarakterlik voqea yuz berdigan bo'lsa, Hindiston darhol harakatga kelib, nima ish qiladi? Tasavvur qiling vatandoshim. Tibetga kirdi. Ya kirishim mümkünmü? İhtimallik bilan savol qo'yay. Hindiston darhol Tibetga kirishi mumkinmi? Yoki Hindiston Tibet Hindiston chegarasida voqea paydo qilishi mumkinmi?
agar Janubiy dengiz tarafda bir vaqa hodisa yuz bersa, mana hozir obzorchilar da'vatida urush e'lon qilish, urush bo'ladi. Xabarlar keskinlashadi. Janubiy dengiz Amerika Jungo munosabati keskinlashadi. Hozir nimdidik bir hukmni ko'tarib chiqdik hozir. Biri bu yerda Amerika bilan Jungoning munosabatini aytgani bundan keyin Amerikaning harbiy ishlar bo'yicha besimi taxmin ko'paydi. Ikkinchi nuqtada Amerika embargo qilishni kuchaytirdi dedik. Demak hozir Janubiy dengiz rayonida vaziyat taxmin keskinlashadi dedik. Shundaq ahvol ostida Hindiston nima ish qiladi? Mesela chegaradan ketmadi. Bugun suhbat at tirkishish, bugun suhbat at surkilish. Mushu holat turib kelyapti. Turg'unlarni men sizga aytdim. Hindiston chegarasi, Hindiston armiyasi 45 ming kishilik askariy qism yetkazib kelib qo'shdi. Shunaqa tasavvur qiling, shundoq o'ylab qo'ying vatandosh, agarda mushundaq ish yuz bersa, masalan Janubiy dengizda taraqturuq yuz bersa, Hindiston armiyasi Koylan tog'laridan yoki Uyg'ur tilidagi qorong'i tog'lardan olqib chiqib, Tibetda bir ish qilishi mumkinmi? Bu qiyos. Buni faraz bilan savol qilib, sizlar qo'ydim hurmatli vatandoshlar.